Assalomu alaykum. Ushbu tahlilga xush kelibsiz. Bugun barchamiz uchun, o'qituvchi deysimizmi, ota-onami yoki talabami, nihoyatda dolzarb bir masalani gaplashamiz. Tan olish kerak, hozirgi ta'lim tizimida qandaydir tushunmovchilik, xuddi bir ko'rinmas devor paydo bo'lib qolgandek, to'g'rimi? Nima uchun eski yillar davomida sinalgan uslublarimiz hozirgi yoshlarga umuman ta'sir qilmayapti? Keling, buni birgalikda tahlil qilamiz. Qani bo'lmasa, keling mavzuga chuqurroq sho'ng'aymiz. Eng avvalo o'zimizga bitta juda muhim savolni beraylik. Xo'sh, o'zi bu davrning nima ahamiyati bor? Gap shundaki, hozirgi raqamli asrda yoshlarimiz bir vaqtning o'zida ikkita butunlay boshqa olamda yashashyapti. Bir real hayot, ikkinchisi virtual muhit. E'tibor qiling, bu shunchaki o'tkinchi yoshlik odati emas, balki ularning chinakam, doimiy realligiga aylanib ulgurgan. Endi esa e'tiborimizni ikki davr to'qnashuviga qaratamiz. Bu aynan o'tgan 20-asr ta'lim tizimi va bugungi 21-asr o'quvchisi o'rtasidagi asosiy ziddiyatdir. O'rtadagi ulkan tafovutni ko'ryapsizmi? Bir tomonda 20-asrning ta'lim qolibi turibdi. U asosan uzun matnlarni o'qish, qoidalarni yodlashga qurilgan. Axir ustozlarimiz ham aynan shu metodikada o'qib ta'lim olishganda. Ikkinchi tomonda esa 21-asr o'quvchisi, ya'ni butunlay boshqacha raqamli avlod turibdi. Ular axborot texnologiyalari ichida tug'ilgan. Ularning ehtiyoji mutlaqo o'zgacha. Ma'lumotni shunchaki o'qish emas, balki jarayonlarni vizual tarzda kuzatish. Va afsuski bu ikki xil dunyoqarash bir-biri bilan mutlaqo kelisha olmayapti. Lekin aynan shu joyda bir narsaga qat'iy aniqlik kiritib ketmoqchiman. Biz bu holat uchun hech kimni ayblamoqchi yoki qoralamoqchi emasmiz. Umuman yo'q. U paytlarda hozirgidek zo'r texnologiyalar bo'lmagan bo'lishi mumkin. Shunga qaramay ustozlarimiz o'z davrining eng ilg'or, eng kuchli ilmlarini bera olishgan. Ularning mehnati chindan ham beqiyos. Shunday ekan, ushbu tahlildan maqsadimiz kimnidir tanqid qilish emas, balki shunchaki davr o'zgarishlarini to'g'ri tushunib, shunga moslashishdir. Xo'sh, unda muammoning ildizi qayerda? Buni tushunish uchun raqamli avlod miya faoliyatidagi o'zgarishlarga nazar tashlaymiz. Tasavvur qiling, biz hozir sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar aqli bor qilmas tezlikda rivojlanayotgan bir davrda yashayapmiz. Bugungi yoshlarning hayotini uchta asosiy internet, turli mobil o'yinlar va ijtimoiy tarmoqlarsiz tasavvur qilib bo'ladimi? Yo'q, albatta. Mana shu uzluksiz virtual muhitdagi hayot va tinimsiz kelib turadigan vizual yangilanishlar ularning ma'lumot qabul qilish biologiyasini butunlay tubdan o'zgartirib yuborgan. Demak, hal qiluvchi nuqta shundaki, tinimsiz texnologiyalar qurshovida yashash oqibatida yoshlar miyasida evolyutsion o'zgarish yuz berdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Zamonaviy bolalarning miyasi uzoq matnlarni yozish yoki o'qishdan uzoqlashgan. U endi tayyor vizual ma'lumotlarni ko'rish va kuzatishgagina moslashgan. Bu chinakamiga jiddiy evolyutsion burilish. Biz sinfxonaga kirib dars o'tayotganimizda o'quvchining miyasi endi 10 yil avvalgidek ishlashni xohlamayotganini inobatga olishimiz juda muhimdir. Va bu bizni navbatdagi muhim masalaga yetaklaydi. Aynan eskirgan dars metodikasi muammosi va darsliklarimizdagi 20-asr qolibiga e'tibor qaratamiz. Deylik, darslarda hammamiz ko'p ishlatadigan o'sha mashhur taqdimotlarni, prezentatsiyalarni olaylik. Qoidaga ko'ra, bitta slaydda o'rtacha 30 dan 50 tagacha so'z bo'lish kerak, shundaymi? Ammo hayotda nima bo'lyapti? Tan oling, biz bu talabga ko'pincha umuman amal qilmaymiz. Oqibatda hamma joyi faqat qora harflar bilan to'ldirib tashlangan, odamni zeriktiradigan, o'qishga o'ta noqulay taqdimotlar paydo bo'ladi. Oshqini aytish kerak, biz pedagoglar bunday matnli materiallarni tayyorlash uchun qancha qimmatli vaqtimizni, asablarimizni va sog'lig'imizni sarflaymiz. Ammo shuncha mehnat baribir bu raqamli avlodga ta'sir qilmayapti. O'quvchilar uzun matnlarni o'qishmaydi baribir. Shunday ekan, bu yerda dushman insonlar emas, balki aynan mana shu eskirgan harflarga asoslangan metodikaning o'zidir. Eng achinarlisi nima, bilasizmi? Bolalarga mustaqil ish yoki vazifa berganimizda ham ularni o'sha o'zimizning eski 20-asr qolibiga tiqishga urinamiz. Ulardan matnga to'la prezentatsiyalar kutamiz. Agar ular o'zlarining tabiatiga moslab ma'lumotni rasm yoki vizual ko'rinishda olib kelsa, nega matn kam deb qat'iy tanqid ostiga olamiz. O'ylab ko'ring, bu ularning raqamli tabiatiga qarshi chiqish emasmi? Xo'sh, unda yechim qanday bo'ladi? Yechim bitta. Matn o'rniga ko'rgazmalilik. Biz shuni aniq tushunib yetishimiz kerakki, hozirgi raqamli avlod nimadir o'rganish uchun zerikarli slaydlarni o'qib o'tirmaydi. Ular faqat ko'z bilan ko'rib, voqealar rivojini kuzatish orqali bilimlarni qabul qiladi. Bu kimgadir ayb qo'yish degani emas. Texnologiyalar ularning biologiyasini shunday shakllantirib bo'ldimi? Demak, endi moslashish navbati bizda. Biz endi ular bilan asosan vizual til orqali gaplashishimiz zarur.
va bu jihat bizga bugungi mavzumizning yakuniy qismini ajoyib tarzda yoritib beradi. Keling, zamonaviy ta'lim yechimlari nimalardan iborat ekanligini ko'rib chiqamiz. Bu jarayonni qanday amalga oshirishni aniq mantiqiy 3 ta qadamda ko'rib chiqamiz. Birinchidan, o'sha ortiqcha o'quvchini charchatadigan matnlarni taqdimotlardan butunlay olib tashlash kerak. Ikkinchidan, ularning o'rniga e'tiborni tortadigan, mazmunni tushuntiradigan, chiroyli vizual elementlarni, ya'ni rasm va sxemalarni qo'shish zarur. Va nihoyat eng asosiysi, zamon bilan hamnafas bo'lib, sun'iy intellekt orqali yaratilgan qisqa videolar va infografikalardan foydalanish kerak. Buni istalgan fan, istalgan mavzuga qo'llasa bo'ladi. Bunga ishonish qiyinmi? Unda eng qiyin, eng murakkab fanlardan biri tibbiyot yo'nalishini misol qilib olamiz. Agar tibbiyotdagi o'ta murakkab anatomik jarayonlarni va jarrohlik amaliyotlarini sun'iy intellekt yordamida infografikalar hamda tushunarli videolar orqali ko'rsatib, talabalarga o'rgatish mumkin bo'lsa, qolgan sohalarni aytmasa ham bo'ladi. Tasavvur qiling, o'quvchi inson qon tomirlari qanday ishlashini 10 betlik zerikarli matndan o'qigandan ko'ra 30 soniyalik sifatli animatsiyadan ko'rsa, ma'lumotni 100 chandon yaxshiroq eslab qoladi. Xulosa qilib shuni aytmoqchiman. Sizga bitta muhim, hatto biroz o'ylantiradigan savolim bor. Ochig'ini aytingchi, sizning ta'lim materiallaringiz, darsdagi taqdimotlaringiz hali ham o'sha 20-asrning qalin changlari ostida qolib ketmaganmi? Bugunoq, aynan bugundan o'zgarishni boshlang. Yoshlarimiz bizning kelajagimiz. Shunday ekan, biz ularga ularning o'z tili, ya'ni kelajak tili, zamonaviy vizual texnologiyalar orqali murojaat qilishimiz shart. Ko'rishguncha.